Yandan ajralgandan keyin Xiaoxian uning yovuz tanasi tufayli Dan hududidagi ko'plab kuchlarni ularni o'ldirishga jalb etdi. Xiaoxian muz vodiysi o'rab olganda, Xiaoxianning tanasida muz vodiysi sirli texnikasi uni jarohatladi va u xavf ostida qoldi. Ayni paytda Xiaoyang o'z vaqtida yetib keldi. Xiaoyang muz vodiysi oqsoqollarini iblis qo'g'irchog'i yordamida yengdi. Muz vodiysi qulash arafasida edi. Hey, tanaga ega bo'lganimda edi. Dovzonni yengish uchun juda ko'p kuch sarflanadi. Katta Tenxuan, ishonch hosil qildingizmi? Dorivor o'simliklar deyarli tayyor. Bu uzoq bo'lmaydi, siz yana tanaga ega bo'lasiz. Bu nimasi? Men muz vodiysida tana tozalash bo'yicha eng zo'riman. Bundan tashqari men tozalagan tana yaxshi xususiyatlarga ega bo'ladi. Muz vodiyim uchun bir nima qilsangiz, retseptni bepul beraman. Nima ish qilish kerak? Balki biz buni muhokama qilib olarmiz. Uni o'ldiring. Va zahar tana egasini muz vodiysiga yetkazing. Birinchisi yoki ikkinchisi? Kattasi. Siz faqat bir ish qilishingizni aytdingiz, lekin bu ikkita narsani talab qiladigan ish. Men eng ko'p nafratlanadigan odamim yolg'on gapiradigan. Bu kabi tentaklarga kelajakda aniq gapirishga imkon bermaslik kerak. Aks holda nimadir aniq sodir bo'ladi. Yaxshiyamki menda yaxshi xarakter bor. Katta Tanxuanni eslatganingizga rahmat. Xiaoxian opa. Aftidan uning tanasidagi zahar chiriy boshladi. U omon qolmaydi. Uni qanday chiqaraman? Uni olib taylab bo'lmaydi. Muz vodiysiga bormasangiz o'ladi. Osmondagi janglar Telegram kanaliga o'zbek tilida o'girildi. Xiaoxian opa, yaxshiyamki Xiaoyan aka o'z vaqtida yetib keldi. Aks holda hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Ammo lekin siz endi o'zingiz tanangizga g'amxo'rlik qilishingiz kerak. Bu yerda tanangizdagi zaharni tezroq olib tashlashimiz kerak. Bu benzin olami juda g'alati. Tanangizdagi zahar sizni egallab bormoqda. Xiaoxian opani tuzata olasizmi? Albatta. Men tayyorman. Xiaoxian, tanangdagi zaharni albatta olib tashlayman. Jarayon biroz og'riqli bo'lishi mumkin. Faqat sabr qil.
Samoviy olov dorining tanangizga kirishiga yordam beradi. Keyin seni tanangdan muz zahri chiqib ketishiga ham yordam beradi. Bu sizga bog'liq. Yo'qsan. Men chidayman. Bu haqiqatdan ham o'xshadi. Sinlan, 要将缤纷进程数化前，还需几日？这段时间我会为小鱼先问话。你对丹玉比较了解， texnikalar kerak, shuning uchun sizdan yordam so'rayapman. Birodar 现在大哥今 Seoyin, 晚说电视， shunchaki ayting, 我一定 men 会全力去 qo'limdan 办。 kelganini qilaman. 你出洛神剑， Siz Lo 尽快帮 oilasiga 我把这些 borasiz 药 va 材收集 menga 齐 bu 全。 dori va o'simliklar kerak. Seoyin aka, 放心， xavotir olmang. 无论如 Men 何， qo'limdan 我都会 kelgancha 想办法 tezroq 为 bu 你 dori 放 va 心的。 o'simliklarni yig'ib kelaman. 这一路， U sizni yo'lda himoya qiladi. 我会尽 Men 快回来的。 imkon qadar tezda qaytaman. Nega hamma azobda? Bu osonlik bilan tugamaydi. Oqsoqol, hali qizni qidirayotgan barcha elita jangchilar hammasi shu yerda. Muz vodiysining 3 ta oqsoqoli ham. Avval bu yerni yaxshilab tekshiring. Men vodiysiga qaytmoqchiman. Bu haqida vodiy ustalariga ayting. Sening muammolaring hal qilindi. Sizning harakatlaringiz tufayli seni bir necha kun ichida barcha jarohatlaring tuzaladi. Men endi 2 yulduzli dozonman. O'zimga vaqt ajratib sizlarni unutib qo'yganim uchun uzr. Nega qarayapsiz? Kel, qanday tiklanishingni ko'ramiz. Rahmat sizga, Seoyan. Sen bu tabletni ol. 2-3 kun ichida sen to'liq kuchayishing kerak. Seni zaharli tanang qayoq bo'ldi? Yomon emas. Ammo epidemiya bo'lishidan 2-3 oy oldin boshlanishi kerakdek bo'lib tuyuldi. Bu yaxshi. Bu muhim emas. Hattoki zaharli tana portlashi mening aql idrogimga ta'sir qilsa ham. Ammo o'sha paytda men sizni umuman taniy olmayapman. Shunchaki bema'ni gaplar. Xavotir olma.
Shu 2-3 oy ichida men Feniks va Dragon klanidan o'zimga kerakli bo'lgan narsalarni olaman. Darhaqiqat men avvalroq Lovshen ibodatxonasida edim. U yerda 7-darajali chayon ajdarho bor, rostdanmi? Lovshen ibodatxonasida u bormi? U yirtqichga qanday duch kelgansan? O'sha yigit juda jinni. U mening zaharli tanamga ko'z olaytirayotganga o'xshardi. Men o'shanda muz vodiysidan qochib ketayotgandim. Kichik muammolarga e'tibor bermadim. Bu la'nati Warcraft qanchalik kuchli? Darhaqiqat men u bilan jang qilmagan bo'lsam ham, mening taxminlarimga ko'ra 8 yulduzli dovzon. 8 yulduzli dovzon? Kuchlarimizni birlashtirsak ham, uni yengish qiyin. Uning zaif tomonini topishimiz kerak. Bu la'natli haymon Lovshen hukmdori. U o'z qo'mondonligi ostida ko'plab kuchli jangchilarni to'plagan. Biz hali tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Men tayyorlanaman. Senlar va qo'g'irchoq kelishini kutishimiz kerak. Hali ular bilan uchrashamiz. Qanaqa jim? Agar meni qariya desang, bu yaxshi bo'lmaydi. Bu yirtqich hayvon. U bilan kurashish uchun hayotimni avj qo'yishim kerak. To'g'ri, men qiyinchiliklarni bilmayman. Biroq sizning tazangizni tozalovchi eliksirni tayyorlash, barcha dorivor materiallarni yig'ish uchun 2-3 yil kerak bo'ladi. Sen yosh bola bo'lishing mumkin, lekin hoy, sizning kuchingizga qanday chiday olaman? Shunday qilib, bu ustozim Yovuzun tomonidan to'plangan retseptlar orasida men uni tuni bilan o'qidim va nihoyat men tabletkani mukammallashtirish yo'lini topdim. Yin-yang tabletkasi mukammal bo'ladi. Afsuski, hali ham ingredientlar yetarli emas. Avvalo biz birlashishimiz kerak. Bu muammo bo'lmasligi uchun. Keyin senga kerakli ingredient bu 7-darajali qon mohiyati emasmi? Men bunga hali ham qarshiman. O'sha tentak hayvon bilan umuman jang qilmayman. Bu safar unga erishishni osonroq yo'lini topish kerak. Katta Tanxuan, to'g'ri aytdingiz. Negadir sen menga tuzoq qo'yayotgandek tuyulyapsan. Janob, men kattalarni aldamayman. Janob, tabletka sifati yaxshi bo'lish kerak. Uning uchun 7-darajali chayon ajdarho qon mohiyati kerak bo'ladi. Bir o'q bilan 2 qushni urish juda yaxshi. Men sizning yordamingizdan minnatdor bo'lardim. Bu yaxshi. Sioyan aka. Ular qaytdi. Sioyan aka, muz vodiysi oqsoqollari dovzon bilan bizni qidiryapti. Ular juda kuchli va bizni topishlaridan qo'rqaman. Kelaversin. Ularga bu safar qochishga joy bo'lmaydi. Ammo biz birinchi chayon ajdarho bilan shug'ullanishimiz kerak. Biz katta Tanxuanga yordam berishimiz kerak. Men dovzon cho'qqisidan qo'rqmayman. Senlan 7-darajali ajdarho kuchli. Sen shu yerda qol. Biz kelgunimizcha kut. Siz ko'proq ehtiyot bo'ling. Ketdik. Ma'lum bo'lishicha, bu yerda muz vodiysi oqsoqollari va shogirdlari o'ldirilgan. Men bu qizga kimdir yordam berishini kutmagandim. Bu odamlar juda kuchli ekan. Ehtimol bu Dan qamoqxonasidan tashqarida.
ancha beri bunday qiyinchilikka duch kelmagandi. Qiziq. Ko'rinib turibdiki, tosh xazinalar to'dasi chayon ajdarhoning o'yi bo'lishi kerak. Bu darajadagi hayvon mening tanamni juda yaxshi his qila oladi. Menimcha u bizni kutyapti. Hammasi joyida. Bugun uni albatta qo'lga kiritamiz. Kichkina go'zallik. Siz meni sog'indingizmi? Mana 110-seriya ham tugadi. Keyingi seriya chiqishi uchun reaksiyani ayamaymiz. Ovoz berdi Samir. Noto'g'ri joylari bo'lsa kechirasiz. Keyingi seriyani ham tezroq chiqarishga harakat qilaman. Kanal rivoji uchun reaksiyani ayamang. Bu aytganimdek, hammasi sizlar uchun.